Bu videoda mustasno so'zlarni ko'rib chiqamiz. Mustasno degani anu qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, sal boshqaroq degani. Misol uchun qarang, otani eshit nima degani edi? Inglizchada ayting, otani eshit. Eshit, listen. Ota bo'lsa the dad, to'g'rimi? Listen the dad. Mana shunaqa bo'lmaydi. Bundan oldin sizga bo'ladi dedim. Chunki ingliz tilida bir xil fe'llar bor, ulardan keyin o'zini qotib qolgan predlogi bor. Misol uchun, nimadirni eshit demoqchi bo'lsangiz, listen to bo'ladi. Qaytaring. Listen to. Mana bu tini o'qimasdi-ku. Listen to. Nimadirni eshit. Misol uchun, otani eshit demoqchi bo'lsak, listen to the dad deyishimiz kerak. Qaytaring. Listen to the dad. Ya Ibrohim ustoz, listen to the dad say to ga degani edi-yu, predlog o'tgandi. Siz to'g'ri, to alohida kelsa o'zi ga degani. Lekin mana bu listen to birga qotib qolgan. Bular har doim birga keladi. O'lsa ham birga o'ladi. Har doim birga. Bu siz aytsiz bo'lmaydi. Listen ishlatdingizmi? Sirazi to'sini aytib qo'yishingiz kerak. Keyin nimani eshitganini aytasiz. Listen to, mana ne eshit bo'ldi shu. Ne eshit? Nimani eshit? The dad. Listen to the dad. Bu qotib qolgan. O'shanaqa so'zlar 3-4 ta, shularni yozib qo'ydim. O'shalarni bugun o'rganib yodlab olamiz. Listen to qaytaring ovoz chiqarib. Listen to bilan keladi har doim. To ni ga degan ma'nosi yo'q bu yerda. Xo'p, men predloglar ma'nosi yo'q. Bu yerda prosta qotib qolgan so'z. Prosta yodlab olasiz buni. Boshqa narsa deb o'ylamang, prosta yodlab olish kerak ekan shu listen to ni deydi, bo'ldi, yodlab oling. Hop. Qaytaring. Listen to, look at, mana look at bilan keladi. Look at, wait for, prosta wait for bilan keladi. Wait o'zini aytsangiz bo'lmaydi. Wait for, pay for. Bu qo'shimcha. Ko'chada demoqchi bo'lsak, in the street deymiz, qaytaring. In the street yoki on the street. Bu qotib qolgan. Xo'p, yodlab olasiz shuni. Ko'chada demoqchisiz, in the street, on the street. At the street bo'lmaydi. Xo'p, in the street qaytaring. In the street, on the street. Bunga qaytamiz. Otani eshit demoqchimiz. Listen to the dad. Ibrohimni eshit qanaqa bo'ladi? Ibrohimni eshiting. Listen to Ibrohim. Endi ustozni eshiting desangiz, ustoz the teacher. Qaytaring, the teacher. Ustozni eshiting qanaqa bo'ladi? Listen to the teacher. Ustozga eshiting, Ibrohimga eshiting bo'lib ketmaydi tarjimasi. Prosta listen dan keyin to ni qo'yasiz va salom. Qoida shu. Keyingisi yigitga qara. Yigitga qara. Mana bunaqa qilyotdingiz undan oldin. Qanaqa qilyotdingiz? Qani aytingchi? Look ga to bo'lardi, yigit the guy. Look to the guy deyotdingiz, to'g'rimi? O'sha shunaqa bo'lish kerak o'zi, qoidasi bo'yicha, lekin look at bilan keladi. Mana bu mustasno qoida. Hech qanaqa qoidaga bo'ysunmaydi, prosta yodlab oladigan narsa bu. Look at bilan kelgani uchun look at the guy deymiz. Qaytaring. Look at the guy. Look at the guy. Qaytaring. Look at the guy. Yigitga qara. Otaga qara demoqchi bo'lsangiz, qanaqa bo'ladi? Otaga qara. Look at the dad. Yoki mashinaga qara. Qanaqa bo'ladi? Look at the car. Mashinalarga qara. Qanaqa bo'ladi? Ko'plikda mashinalarga qara. Ayting. Look at cars. Look at cars. Look at bilan keladi. Hop, qoida bu. Buni yodlab olasiz. Endi shofyorni kuting. Shofyorni kuting. Kut nima degan edi? Wait. Shofyor bo'lsa the driver. Mana
Shofyorni kuting demoqchi bo'lsak, wait the driver kutdi. Endi mana bu qoidada wait for bilan keladi dedim har doim. Shuning uchun waitdan keyin forni yozib qo'yamiz. Prosta yozib qo'yasiz. Hech qanday tarjimasi yo'q buni o'zi. Wait for the driver. Qaytaring. Wait for the driver. Shofyorni kutib bo'ldi. Tushundingizmi? Buni shundoq yodlab olamiz. Bo'ldi. Wait for the driver. Keyingisi narsalarga to'langlar. Qanaqa bo'ladi? Ani qoidaga e'tibor bermang deb prosta o'zingiz qiling. To'la nima degani edi? Pay. Narsalarga bo'lsa ga to, narsalar things. Ayting. Pay to things. Dvotudik bundan oldingi videolarda. Endi bu yangi mavzuni o'tganimizdan keyin pay nima bilan kelar ekan? Pay for bilan keladi. Paydan keyin for turish kerak. O'sha nimadir ga to'la degani mana ga to'la. Pay for things. Shuning uchun pay to things emasdi, pay for things bo'ldi. Qaytaring. Pay for things. Pay for things. Ustoz ga to degani edi-yu, desiz mana. Ga to'la degani o'zi pay for mana. Ga to'la. Nimaga oldingi darsda buni aytmadim? Predlog o'tishim kerak edi. Oldin predlog nimaligini tushunib olishingiz kerak edi. Keyin bu qo'shib qo'ysam nimaga unaqa deb savol beraverardingiz. Shuning uchun endi o'tyapman. Bu mustasno fe'llar. Nima ekan? Mustasno fe'l. Bularni prosta yodlab olasiz. Misol uchun nimadirni eshitmoqchi bo'lsangiz, eshit, listen to deb yodlaysiz. Ga qara, qara, look at bilan keladi. Kut demoqchi bo'lsangiz, wait for. To'la demoqchi bo'lsangiz, pay for. Shunaqa yodlab olasiz. Xo'p. Men buni endi o'zim qo'shib qo'ydim ko'chadani. Men shuni tushuntirmoqchi edim. Endi keyingisi, odamlarni eshitma. Yana shu yerdan boshladik. Odamlarni eshitma qanaqa bo'ladi? Ayting, eshitma. Don't listen. Odamlar. Don't listen. Sinf ko'pligiga qarang tez. Don't listen. People. Shunaqa chiqqan bo'lish kerak. Don't listen. Nima qolib ketdi? To. Don't listen to people. Odamlarni eshitma bo'ldi. Ko'rdingizmi? Listen to bilan keladi. Bo'ldi. Ko'chada mashinani kutma. Men mashinani qolib ketibdi. Ko'chada mashinani kutma. Xo'p, kutmani. Wait kut degani wait for bilan kelar ekan. Wait for. Kutma deymiz endi. Qanaqa bo'ladi kutma? Don't wait for. Nimani kutma? Mashinani. Don't wait for the car. Ko'chada. Ko'chada mana qotib qolgan. In the street. In the street. Yoki on the street siz ham to'g'ri. O'qiyman qaytarasiz. Don't wait for the car in the street. Don't wait for the car in the street. Keyingisi yo'lga qaramang. Xo'p, qarang. Bu yerda mana qara, ga qara. Look at qaytaring. Look at. Qara degani bu yerda qaramang deyapti. Qanaqa bo'ladi? Qaramang. Yo'lga qaramang. Ayting. Ayting siz og'iz aka. Ovozni chiqarib don't look at mana ga qaramang deb oldik. Endi yo'l deymiz. Don't look at the way yoki the road. Qaytaring. Don't look at the way. Don't look at the way. Qaytaring yana. Don't look at the way. Ko'rdingiz-a? Ga qaramang. Don't look at yo'l bo'lsa the way. Ko'chada bola bilan gaplashma. Ko'chada bola bilan gaplashma. Gaplashma nima edi? Ayting. Don't talk. Gaplashma. Xolasiz bola bilan deng, xolasiz ko'chada deng. Qaysi biri farqi yo'q. Don't talk. Bola bilan. With the boy. Ko'chada. In the street. Qaytaring. Don't talk with the boy in the street. Don't talk
with the boy in the street yoki don't speak with the boy in the street yoki joyni o'zgartirsa ham bo'ladi. Don't talk in the street with the boy. This is ham to'g'ri. Asosiysi in the street qaytaring. In the street yoki on the street says bo'ldi. Mana shu ko'chada degan. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Nimaga demen o'shanga. Hop. Sizga keyingi darsga yodlashga mana shuni ikkita darsda yodlashingiz kerak. Hop, keyingi darsda yodlashingiz shart emas, ikkita darsda yodlab olishingiz kerak. Listen to bilan keladi, look at bilan keladi, wait for bilan, pay for bilan. Endi qarang, bitta joyi bor. Misol uchun prosta qara demoqchi bo'lsangiz, look ga o'zini aytasiz, qara. Endi mashinaga qara demoqchi bo'lsangiz, atni ham aytishingiz kerak bo'ladi. Look at the car. Chunki look at bu ga qara degani dedim-ku. Prosta qara demoqchi bo'lsangiz, gani aytishingiz shart emas. Shunda look ga o'zini aytasiz. Yoki prosta kutinglar demoqchi bo'lsangiz, wait this. Wait. Endi kimnidir kutinglar yoki nimanidir kutinglar demoqchi bo'lsangiz, for ni qo'yishingiz shart. Misol uchun mashinani kutinglar. Wait for the car. For'si chiqib qoladi. Wait for the car. Prosta kuting demoqchi bo'lsangiz, oddiy wait this. Wait. Yoki mana eshitinglar demoqchi bo'lsangiz, listen deysiz. Listen. O'zini aytasiz mana. Listen. Endi ashulani eshitinglar demoqchi bo'lsanglar, listen to ashula. Ashulani bermadim hali so'zini, shuncha aytmayapman. Listen to the ashula. Hop, yoki ota, listen to the dad. Otani eshitinglar. O'shanda nimadirni yoki kimdirni eshiting demoqchi bo'lsangiz, so'z paydo bo'lib qoladi. Qo'shish shart. Prosta eshiting demoqchi bo'lsangiz, listen this. Listen. Eshit. Hop. Mana shuni yodlab oling, yozib oling lug'atingizga, keyin yodlaysiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, shu videoni bitta boshidan ko'rib oling. Hozir yana mashq qilamiz. 10 sekunddan keyin. Endi yana mashq qilamiz. Men o'zbekchasini o'qiyman, siz buni inglizchasini aytasiz og'zaki. Keyinroq buni hammasini qo'yganimizdan keyin yozma variantida ham yozib beraman. Xo'p, qo'shni bilan yur qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Qo'shni bilan yur. Ayting. Walk with the neighbor. Walk with the neighbor. Shunaqa bo'lgan bo'lsa, to'g'ri. Militsiyachiga telefon qil. Militsiyachiga telefon qil. Chaqir, telefon qil. Nima degani edi? Call to the officer. Call to the officer yoki call to the police officer yoki call to the police. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Hop, hammasi to'g'ri. Ayolga yordam beringlar. Aytingchi? Ayolga yordam beringlar. Yordam ber nima degan edi? Help to the woman. Help to the woman. Ayolga yordam beringlar. Help the woman desiz ham bo'ladi, tuni aytmasdan turib. To the woman desiz ham xato emas. Hop, help to the woman. Ishlarni uyda qiling. Qani ayting. Ishlarni uyda qiling. Fe'ldan boshlaysiz har doim. Buyruq berayotganda biz buyruqni o'tamiz hozir. Ishlarni uyda qiling. Do works in the house. Do works in the house. Qaytaring. Do works in the house. Keyingisi yoki mamlatsiz ham bo'ladi. Do in the house works. Yoki do in home works. Ko'chada bir narsa yeng. Ko'chada bir narsa yeng. Qanaqa bo'ladi? Ko'chada bir narsa yeng. Ayting, og'zaki. Ye. Eat something in the street. Eat something in the street. Yoki eat in the street something siz ham bo'ladi. Asosiysi fe'lni aytish buyruqda. Buyruqni birinchi aytib olasiz fe'lni, keyin qolgan narsalarni xohlaganingizcha aytaverasiz. Hop, yoki have something in the street siz ham to'g'ri. Bolakayga qarang. Bolakayga qarang. Mana ga qara, look at bilan bo'lardi. Qani? Bolakayga qarang qanaqa bo'ladi?
Look at the child. Look at the child. Siniq ko'plikda berdim-ku, ozgina oldingi videoda. Child, children. O'sha yerda. Bolakay, child. Look at the child. Look at the child. Magazindan narsalar sotib oling. Qanaqa bo'ladi? Magazindan narsalar sotib oling. Ayting. Buy things from the shop. Buy things from the shop. Yoki buy from the shop things. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Qishloqqa haydama. Qishloqqa haydama. Hayda deganda, tushundingizmi nimani? Qishloqqa haydama. Ayting, qanaqa bo'ladi? Don't drive to the village. Don't drive to the village. Maktabga o'rtoqlar bilan bormang. Maktabga o'rtoqlar bilan bormang. Qanaqa bo'ladi? Yoki maktabga o'rtoqlar bilan ketmang. Farqi yo'q. Ayting. Yoki Don't go with friends to the school. Yoki don't go to the school with friends. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Endi men buni inglizchasini yozaman, siz yana bitta mashq uchun ayting inglizchasini. Qo'shni bilan yurma qanaqa edi? Qo'shni bilan yur. Walk with the neighbor. Militsiyachiga telefon qil. Call to the police deylik. To the officer desam ham bo'ladi. Ayolga yordam beringlar. Help to the woman. Shu yerda to ni ishlatsangiz ham bo'ladi, ishlatmasangiz ham bo'ladi. Keyinchalik o'taman bu narsani. Help the woman siz ham bo'ladi. Help to the woman ham to'g'ri. Ishlarni uyda qiling. Do works in the house. Ko'chada bir narsa yeng. Eat something in the street. Qaytaring. Eat something in the street. Mana shu videoda oxirida mana shu yozganlarning inglizchasini qo'yman-ku, siz ham qaytaring meni ketimdan. Shunda talaffuzingiz sal to'g'rillanadi. Xo'p, sekin-sekin. Bolakayga qarang. Qanaqa bo'ladi? Look at the boy. Magazindan narsalar sotib oling. Qanaqa edi? Buy things from the shop. Qaytaring. Buy things from the shop. Qishloqqa haydama. Qanaqa bo'lardi? Don't drive to the village. Don't drive to the village. Maktabga o'rtoqlar bilan bormang. Don't go to the school with friends. Don't go to the school with friends. Yoki don't go with friends to the school desam bo'ladi. Xo'p. Hozir agar yana bitta mashq qilaman desa, shu videoni bitta boshidan ko'rib oling. Uyga vazifa sizga mana shu mustasno fe'llarni yodlash. In the street, on the street bilan birga, keyin siniq ko'plikni ham yodlash. 30 ta fe'l bilan 30 ta otni ham yodlagan bo'lishingiz kerak keyingi darsga o'tayotganingizda. Iltimos shularni yodlab turib, keyin o'ting. Shu bilan bu darsimiz tugadi. Keyingi videoda yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Ibrohim ustoz, darslarni zo'r o'tarkansiz. Darslaringizni, videolaringizni ko'rib tushunmayman, ozgina narsa o'rgandim, xudoga shukr. Endi sizda men to'liqroq o'rganmoqchiman. 0 dan boshlab iloji bo'lsa, ketma-ketlikda deyotgan bo'lsangiz, 0 dan gaplashishgacha degan kursni chiqardim.
3 oylik kursda siz noldan gaplashishgacha o'rganasiz, yozib o'tirmaysiz va videoni ko'rib faqat lug'at yodlab o'rganasiz. Ketma-ket deydi aytganimni qilsangiz bo'ldi. Hech qanaqa darajaga chiqmaysiz, lekin asosiysi o'z xohlagan narsalarni gapirasiz, eng kerakli narsalarni o'rganasiz. Bu vaqti tig'iz, ishi bor, chet elda yashayotgan insonlar uchun yoki 2-3 oyda yana chet el chiqib ketadigan insonlar uchun. Bu narsani men qilish uchun 2 yildan ko'p harakat qildim, o'yladim, yozdim, ko'p narsalarni tajribadan o'tkazdim. Bu kursni siz 30-sentyabrgacha hozir aksiya narxida 1.500.000 so'mdan olishingiz mumkin va u kursni siz bir marta olasiz, u sizda 8 oy turadi. Qanaqa ketma-ketlikda o'rganaman desangiz, siz yozib-pozib o'tirmaysiz. Misol uchun siz Amerikada, Yevropada yoki Avstraliyada truck driversiz, bitta ishlayapsiz, yozishga vaqtingiz yo'q, bemalol vaqtingiz yo'q, siz ishlaysiz. O'sha yerda yashaysiz yoki yaqinda siz chet elga ketishingiz kerak, 2-3 oyda inglizini o'rganib olishingiz kerak. Agar siz shulardan bittasi bo'lsangiz, unda shu kurs sizga to'g'ri keladi. 3 oyda hech nimani yozmasdan turib faqat eshitib va ko'rib o'rganasiz. Bu degani lekin siz hech qanaqa so'z yodlamaysiz degani emas, so'z yodlaysiz. So'z yodlamasangiz unda natija bo'lmaydi. Kurs olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing va sizga qanaqa bo'lishi bilan narxlarini tashab yuboramiz. Bugungi mavzuyimiz ko'pli. Xo'p, ko'plini o'chdan oldin birinchi mana bu so'zlarni yozib olaylik. Qani, mashina degan nima degan edi? Mashina. Ayting. The car. Uychi. The house. Yo'l. Yo'l qanaqa bo'lardi? The way yoki the road. To'g'rimi? Bino. Bino nima edi? Zdaniya. The building. Murod building bor-ku, o'sha Murod binosida endi. Murod binolari nomi. Ko'cha. The street. Qishloq. Qanaqa bo'lardi qishloq? The village. Shahar. Oson bu. The city. Qiz. Qiz bola. The girl. The girl. Narsa. Ayting. The thing. O'rtoq. The friend. Buddy, dude degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Friend olamiz bu yerda. The friend. Xo'p, endi sizga ko'plikni o'taman. Qarang. Ko'plik faqat ot so'zlarga qo'yiladi. Misol uchun kim nima savoliga javob beradigan so'zlar bor edi-yu. Mashina, o'rtoq, ota, o'g'il, qiz, yo'l, devor, do'stga, telefon, kompyuter. Nima? Kompyuter. Kim? Ustoz, o'quvchi. Mana shular ot so'zlar. Fe'lga s qo'shmaysiz. Hop, ko'plik qilmoqchi bo'lsangiz. Fe'lda ko'plik bo'lmaydi. Ko'plik bo'lsa fe'lni o'zini aytib qo'yardik. Otlarga qo'shiladi. Hop, endi shu yerda mashinalar demoqchi bo'lsak, mashinalar. O'zbek tilida lar qo'shsak ko'plik bo'ladi. Yo'llar, binolar, uylar, qishloqlar, qizlar, o'rtoqlar, narsalar, shaharlar, ko'chalar. Ingliz tilida bo'lsa, s-ni qo'shamiz, bo'ldi. Shu bilan ko'plik bo'ladi. Misol uchun mashina the car bo'lsa, mashinalar nima bo'ladi? The cars. Uy, the house bo'lsa, uylar nima bo'ladi? Ayting. The houses. Bino, the building degani binolar nima bo'ladi? Ayting. The buildings. Oxirgi s qo'shamiz, bo'ldi, lar. Yo'llar demoqchimiz the way edi. Shunga yo'llar qanaqa bo'ladi? The ways. The roadchi. The roads. Qishloqlar demoqchi bo'lsak, the villages. Ko'chalar qanaqa bo'ladi ayting? Streets. The streets. Shaharlarchi? The cities. Qizlar the girls. O'rtoqlar the friends. Narsalar bo'lsa-chi? The things. Ko'rdingizmi? S-ni qo'shasiz, vassalom. Misol uchun, anu so'zlarimiz bor edi. O'shani men hozir olib turib o'qiyman, siz uni ko'plik qilasiz. Xo'p. Qani, birinchisi o'zi
car, way, road, home, house ekan, city. Town. Townni ko'plik qiling. Shaharcha degani. Shaharchalar. Towns. Country. Davlat degani. Country. Davlatlar qilib bering. Og'zaki deng. Hop ovoz chiqarib. Country. Countries. Qishloqlar. Villages. Binolar. Qanaqa bo'ladi binolar? Buildings. Ko'chalarchi. Ayting, ko'chalar. Streets. Magazinlar. Magazinlar. Shops yoki ikkinchisi stores. Mini marketlar. Mini marketlar. Groceries. Shu yerda aytib o'tib keting. Ko'plikda aytayotganingizda z ni qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'ymasangiz ham bo'ladi. Misol uchun uylar. The houses, this is ham to'g'ri. Yoki mana shu z ni aytmasangiz ham to'g'ri. Houses o'zi ham to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Z ni qo'yish qo'ymaslik o'zingizga havola, sizning xohishingiz. Lekin ko'plik qilmoqchi bo'lsangiz s ni qo'shasiz. Xo'p. Houses qaytaring. Houses bu ham to'g'ri, uylar bo'ldi yoki the houses. U ham to'g'ri. O'shanga men bu yerda z qo'ymayapman sizdan so'rayotganimda. Keyingisi shofyorlar, haydovchilar qanaqa bo'ladi? Drivers, milisachilar. Ayting. Officers, narsalar. Things yoki stuffs. Joylar, qani ayting, joylar qanaqa bo'ladi? Places yoki spots. Kalitlar. Keys, eshiklarchi. Eshiklar, ko'plikda ayting. Doors yoki the doors desiz ham to'g'ri. Ishlar. Works yoki jobs. Yigitlar, qanaqa bo'ladi yigitlar? Guys, erkaklar. Men's, ayollar. Women's. Shu yerda to'xtang. Mana mana shu yerda sizga bitta narsani tushuntiraman. Qarang. Ko'plik qilmoqchi bo'lsak, ot so'zlarni ko'plik qilmoqchi bo'lsak, s qo'shamiz dedim, to'g'rimi? Bo'ldi. S qo'shsangiz hammasi lar bo'lib ketadi dedim. Endi men bu yerdagi mashq qilaylik. Mashinalarni olib keling. Qanaqa bo'ladi? Mashinalarni olib keling. Birinchi har doimdek fe'lni aytib olasiz, buyruq berilyapti. Olib kel nima degani? Olib kel. Bring mashinalarni. Bring cars. Bring cars yoki bring the cars desiz ham to'g'ri. Ko'plikda z ni qo'yish qo'ymaslik o'zingizning xohishingiz. Z ni qo'ysiz ham to'g'ri, qo'ymasangiz ham to'g'ri. Hop. Bring the cars yoki bring cars. Mashinani olib keling desa, bring the car deb turib z sini qo'yasiz. Hop, birlikda qo'yish shart. Majbursiz qo'yishga. Ko'plikda xohishingiz qo'yasiz yoki qo'ymaysiz. Keyingisi yo'llarni oching. Qanaqa bo'ladi? Yo'llarni oching. Ayting. Open ways yoki open roads. Ko'chalarni yopinglar. Ayting. Siz uchun mendan yoshimdan oldin aytib bo'ldingiz deb hisoblayapman. Xo'p, shuning uchun ayting. Ko'chalarni yopinglar. Yop nima edi? Yopinglar. Yodlagan bo'lishingiz kerak. Close streets. Close streets. Yoki close the streets. Z qo'ysiz ham to'g'ri. Shaharlarni tashlab ketma. Tashlab ket qoldir. Nima edi? Leave. Shaharlarni tashlab ketma. Qanaqa bo'ladi? Don't leave. Shaharlarni. Cities. Cities. Don't leave cities. Keyingisi narsalarni olmang. Narsalarni olmang. Qanaqa bo'ladi qani? Narsalarni olmang. Olmang. Don't take yoki don't get, u ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Don't take narsalarni. The things. Don't take the things. Zenit misam bo'ladi ko'plikda. Hop. Don't take the things.
Odamlarni chaqir. Mana shuni hozir qilmay turamiz. Odamlarni chaqirni buni keyin qilamiz. Bitta narsani tushuntirganimdan keyin. Xo'p. Endi bu yerga qarang. Siniq ko'plik degan narsa bor ingliz tilida. Nima ekan? Siniq ko'plik. Sinib qolganini hozir tushuntiraman sizga. Misol uchun odam. Person qaytaring o'qilishini. Person. Person. Mana shu yerda o'qilamiz. Person. O'ni o'qiymiz. Person odam degani. Odam, inson. Endi odamlar demoqchi bo'lsak, o'zi persons bo'lish kerak. Men bu yerda tushuntirgan qoidam bo'yicha, to'g'rimi? Odamlar demoqchimiz mana. Lekin shuni persons bo'lmaydi. Buni ko'pligi people bo'ladi, qaytaring. People. People. Uni i deb o'qiymiz. People qaytaring. People. Ibrohim ustoz, nega ko'pligiga s qo'shsak, odamlar qilmoqchi bo'lsak, persons bo'lish kerak edi desangiz, yo'q. Siniq ko'pligida 5-6 ta so'z bor. Ularni ko'pligi umuman boshqa so'z bo'lib ketadi, sinib ketadi. O'shanga siniq ko'plik. Person qaytaring. Person odam, odamlar bo'lsa people. Qotib qolgan, buni yodlaysiz, boshqa ilojingiz yo'q. People qaytaring. People odamlar degani. Keyingisi man. Man erkak kishi degani. Endi erkaklar demoqchi bo'lsak, man deb yozilganda o'qilishi lekin man buni ham. Man bo'ladi ko'pligi ham. Man qaytaring. Man mana. Man ayting. Man qoyilmisiz? Mens bo'lmaydi. Mens deb qo'ysangiz bu xato. Bu so'zlarni yodlab olishingiz kerak. Siniq ko'pligini yodlash shart keyingi darsga. Ayol. Woman degani. Woman qaytaring. Woman. Mana u. Woman. Buni o'qimaymiz. Woman. Ayol degani. Endi ayollar demoqchi bo'lsak, mana ani qilib qo'yishgan bunda ham. Faqat buni o'qilishi boshqacharoq. E'tibor bering. Women deb o'qiladi. O'qimaymiz ham eni. Voni o'qimaysiz. Women emas, women qaytaring. Women. Woman ayol degani. Women ayollar. Nimaga bunaqa demang? Javobini o'z bilasiz. O'shanga. Inglizlar buni shunaqa qilib turib gapiradi. Endi men qayoqdan bilaman qayerdan bunaqa? Shunaqa yodlaymiz bo'ldi. Siz nimagaligini nima qilasiz bilib. O'rganib oling, gaplashing. Xo'p. Keyingisi bolakay, yosh bola, bolacha yoki farzand desa ham bo'ladi. Bolakay, yosh bola. U child qaytaring. Child. Buni o'qilishi child emas. Child. Ko'pligi bo'lsa children. Qaytaring. Children. Child, children. Oyoq. Foot. Qaytaring. Foot. Oyoqlar bo'lsa feet. Oyoqlar. Feet. Foot, feet. Child, children. Bolakaylar bo'ldi. Tish. Tooth. Tishlar bo'lsa teeth. Tooth qaytaring. Teeth. Oson. Ikkita o, ikkita e kelsa qanaqa o'qilishini birinchi darsda o'rganganmiz. Boshidan o'qiyman, siz meni ketimdan qaytarasiz. Hop. Person, people. Man. Woman, women. Child, children. Foot, feet. Tooth, teeth. Mana shu so'zlarni yodlash sizga. Nimaga siniq ko'pligini bildingizmi? Birli boshqa so'z, odam, ko'pligi bo'lsa umuman boshqa so'z bo'lib sinib ketdi, shunga siniq ko'plik. Siniq ko'plik esa shu esingizga kelsin. Yana bitta o'qib beraman. Person, people, qaytaring ovoz chiqarib. Person, people, man, woman, child, children, foot, feet, tooth, teeth. Endi mana bu gapni tarjima qilamiz. Odamlarni chaqir qanaqa bo'ladi? Odamlarni chaqir. Aytingchi? Odamlarni chaqir. Shu yoqqa yozamiz. Ayting, odamlarni chaqir. Call. Odamlar nima degani? Bu odam, mana odamlar. Call. People qaytaring. Call people.
Xohlasangiz call the people deng. Ko'plikda aytganimdek, the ni qo'ysangiz qo'ying, qo'ymasangiz qo'ymang, farqi yo'q. Lekin ko'plikda men ko'pincha qo'ymasdan gapiraman. Xo'p, o'sha z qahqi ketib qoldi deb o'tirmang. Call people, qaytaring. Call people. Xo'p, endi sizga vazifa hozir qochgandan keyin videoni pauza qilib turib, mana shu sinf ko'plikni lug'atingizga yozib oling. Keyin mana shu 4 ta donasini lug'atingizga yozib oling, ko'plik deb o'zingizga eslatma bo'lib turadi. Xo'p, hozir keyingi videoda yana mashq qilamiz. Bularni ishlatamiz, ko'plikni ishlatamiz, o'rgangan narsalarimizni mashq qilib turib eslab olamiz va so'zlarni yodlaganimizni mustahkamlaymiz. Videoni pauza qiling va yangi so'zlarni yozib oling. Ingliz tilini menda siz qanaqa o'rganasiz onlayn kursda? Qarang, onlayn kurs bu tayyor darslardan bo'ladi. Siz kursni olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar ketma-ketlikda chiqadi va darslarni men qanaqa o'taman, sizni hech nimani bilmaysiz deb turib tasavvur qilaman, agar bu narsani bilsangiz. Agar yo'q, men noldan o'zi o'rganyapman, hech nimani bilmayman, shunday ham Ibrohim ustoz siz, undan ham yaxshi. Harflardan boshlab to'g'ri o'qishdan o'rganamiz. Keyin noldan sizga fundament qo'yamiz. Hech nimani bilmasdan turib noldan o'rgatib ketaman. Unaqa meni darsimda sizda tushunmagan so'zingiz yoki tushunmaydigan hali narsalar chiqib qolmaydi. Oldin o'rgataman, keyin sekin-sekin qolganlarni o'tib boramiz. O'shanda siz ingliz tilini osonroq, yengilroq o'rganasiz. O'zi ingliz tili baribir qiyin, yengilroq, osonroq qilishimiz mumkin. Kursni olish uchun 2 ta kursim bor. Shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan kurs deb yozing. Sizga qanaqa bo'lishlari bilan narxlarini tashab beramiz. Ingliz tilini o'rganish oson bo'lsin sizga, omadingizni bersin. Endi mashq qilamiz. Qarang. Men o'zbekchasini o'qiyman, siz bo'lsa buni inglizchasini etasiz. Xo'p, og'zaki eting. Yozishni keyinga qoldiramiz, haliroq yozamiz. Xo'p. Qani yigitlarni eshit qanaqa bo'ladi? Eting inglizchasini. Yigitlarni eshit. Eshit nima degani edi? Listen. Yigitlar, the guys. Listen the guys. Qaytaring. Listen the guys. Shetda listen the guys desiz ham bo'ladi yoki listen guys desiz ham bo'ladi. Sizga maslahatim, ko'plikda z'ni etib o'tirmang. Misol uchun yigit, the guy degani, yigitlar bo'lsa guys deng bo'ldi. The guys desiz ham bo'ladi. Lekin z'ni nima qilamiz ko'p ishlatib? Guys deng biza gaplashishni o'rganyapmiz, qancha qisqa osonroq bo'lsa shuncha yaxshi. Sizga ingliz yoki amerikanlar nimaga z'ni qo'ymading demaydi. Ko'plikda aytayotganingizda. Lekin birlikda qo'yishingiz kerak buni. Xo'p, ko'plikda z qo'yib o'tirmang, xo'p, shunday aytasiz. Yigitlarni eshit nima ekan shunda? Listen guys. Qaytaring. Listen guys. Keyingisi qo'shnilarni chaqirma. Qanaqa bo'ladi? Qo'shnilarni chaqirma. Eting. Siz ovozni chiqarib turib aytishingiz kerak o'zingiz. Keyin men to'g'ri variantini aytaman. O'shnaqa bir xil chiqdimi yo'qmi tekshirasiz. Qo'shnilarni chaqirma. Don't call neighbors. Don't call neighbors. Keyingisi joylarga to'lamang. Ayting. Ovozni baland chiqarib joylarga to'lamang. Qanaqa bo'ladi? Ichingizda aytmang iltimos, chunki ovozni chiqarib aytish sal qiyinroq, ichda osonroq. Ertaga gaplashayotganingizda ichingizda gapira olmaysiz-ku, baribir ovoz chiqarishingiz kerak. Shuning uchun ovoz chiqarib baland gapiring, xo'p? Joylarga to'lamang. Qanaqa bo'ladi? Don't pay to places. Don't play to places yoki don't pay to spots. Don't pay to spots. Keyingisi magazinlardan oling. Magazinlardan oling. Ayting. Qani? Magazinlardan oling. Get from shops. Get from shops. Yoki take from shops. Take from shops. Endi mini marketlardan oling. Qanaqa bo'ladi? Mini marketlardan oling. Mini market degan so'zimiz bor edi. Mini marketlardan oling. Take from groceries. Take from groceries yoki get from groceries degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Take from groceries. Keyingisi o'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. O'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. Endi bu gap shunaqa, ko'rishinglar o'rtoqlar bilan iloji bo'lsa. Kamroq faqat, chunki sifatli o'rtoq, yaxshi o'rtoqlar kam ko'rishadigan o'rtoq bo'ladi. Chunki ularni ko'rishga ko'p vaqti yo'q bo'ladi. Ko'p ish bilan ovora.
O'shanaqa o'rtoqlar yaxshi. O'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. Don't meet with friends. Don't meet with friends degan bo'lsangiz to'g'ri yoki don't see with friends. Don't see with friends. Davlatlarni bilinglar. Davlatlarni bilinglar. Bil nima degani edi? Davlatlarni bilinglar. Bil. No. Davlatlarni bilinglar qanaqa bo'ladi? No countries. No countries. Ko'chalardan kel. Qani ayting. Oson bu. Ko'chalardan kel. O'zi hammasi oson. Yaxshi o'rganayotgan odamga. Ko'chalardan kel. Come from streets. Come from streets. Degan bo'lsangiz to'g'ri. Ishlarni qiling. Ishlarni qiling. Do works yoki do jobs. Make works. O'z ish qiling demoqchi bo'lsangiz do ni ishlatgan yaxshiroq. Hop. Do works. Odamlar bilan gaplashma. Odamlar bilan gaplashma. Qarang, odam, person qaytaring. Person, odamlar bo'lsa people. People. Odamlar nima ekan? People. Yana peoples deb qo'shib qo'ymang, chunki bu o'zi people ko'pli. Peoples bo'lmaydi. People o'zi odamlar degani. Xo'p. Odamlar bilan gaplashma. Qanaqa bo'ladi? Don't talk with people. Don't talk with people. Yoki don't speak with people. Don't speak with people. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Xo'p. Ayollarni olib keling. Ayollarni olib keling. Olib kel nima degani edi? Bring women. Qarang mana ayol, woman, ayol degani bu. Ayollar bo'lsa women. Atilabdan v ni chiqaryapman, qarang. Women, u yog'i bir xil. Woman, women. Nimaga unaqa demang? Javobini bilasiz, o'shanga. Women ayollar degani. Ayollarni olib keling shunda. Bring women bo'ldi. Yaxshi. Endi men o'zbekchasini o'qitirib, inglizchasini yozaman. Siz ungacha yana bitta mashq qilasiz, qaytarish bo'ladi. Inglizchasini aytayman yozayotganimda. Xo'p. Yigitlarni eshit qanaqa bo'ladi shunda? Yigitlarni eshit. Listen guys. Men boya shetda aytdim. Listen the guys desiz ham bo'ladi o'zi. Ko'plida the qo'shsiz ham bo'ladi, qo'shmasiz ham bo'ladi. O'sha the ni ishlatmaylik, iloji bo'lsa gapirishga osonroq bo'ladi. Asosiy gapirsiz bo'ldi. The ni qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi, hech kimning ishi yo'q. Hop. Listen guys, qaytaring. Listen guys. Qo'shnilarni chaqirma qanaqa bo'ladi? Don't call neighbors. Qaytaring. Don't call neighbors. Joylarga to'lamangchi. Ayting siz. Men yozishimdan oldin o'zingiz ayting. Hop. Mustahkamlash bu. Don't pay to places yoki to spots desa ham to'g'ri. Magazinlardan oling. Ayting. Take from shops yoki get from shops desiz ham to'g'ri. Yo bo'lmasam take from stores. Namini store qilsa ham bo'ladi. Get from stores u ham to'g'ri. O'rtoqlar bilan ko'rishmanglar. Don't meet with friends. Yoki don't see with friends degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Yo bo'lmasam don't meet with buddies, dudes desiz ham mayli, hech nima qilmaydi. Davlatlarni bilinglar. Qanaqa edi? No countries. Qaytaring. No countries. Aytgancha shu yoqda mana bunaqa edi bu. Country. Buni keyingi videoda tushuntiraman. Nimaligini hozir e'tibor bering. Ko'chalardan kel. Qanaqa bo'lardi? Ko'chalardan kel. Come from streets. Come from streets. Ishlarni qiling. Ayting, qanaqa edi? Do works yoki do jobs. Odamlar bilan gaplashma.
Don't talk with people. Qaytaring. Don't talk with people yoki don't speak with people. Ayollarni olib keling. Bring women. Qaytaring. Bring women. Xo'p, sizga keyingi darsga uyga vazifa mana shularni yodlash. Qanaqa yodlaysiz? Odamlar, person people, erkaklar, men, ayollar, women, bolakaylar, children, oyoqlar, feet, tishlar, teeth deb turib yodlaysiz. Birinchi o'zbekcha, keyin inglizchasini birlik ko'pligini aytasiz. Xo'p, mana odamlar, person people, o'shnaqa yodlaysiz. Keyin iltimos dangasa bo'lmang so'zlarni yodlashga. Shoshilmasdan so'zlarni birinchi yodlang. So'zlarni yodlab turib mashqlarni qilsangiz, osonroq, yengil va tushunarli bo'ladi sizga. So'zlarni yodlamasdan turib darsga kirayotgan bo'lsangiz, unaqa qilmang, tez tavba qiling. Unaqa qilsangiz yaxshi natija bo'lmaydi. Bizga natija kerak. Xo'p, mana shu 3 oyda biz natija qilishimiz kerak. Uning uchun siz meni aytganlarimni qilishingiz kerak. Natija xohlayotgan bo'lsangiz. Bularni agar yaxshi qila olmagan bo'lsangiz, eski videolarga o'ting, o'shalardan sekin davom ettiring. Ikkinchi darsdan boshlab turib, so'zlarni yaxshilab yodlab, agar yaxshi ketayotgan bo'lsangiz, молодец, omadingizni bersin. Keyingi videoda yana narsa tushuntiraman. Salomat bo'ling. U so'zlarni yodlab yozib olgan bo'lsangiz, keyingi darsga u yodlash. Agar yana bitta mashq qilaman, siz boshdan ko'rib mashq qilavering yana.